Qani qaranglar zo'rligini. Voy. Hidi shunaqa zo'r bu archalarni. Bilasizlarmi? Mazza qilib, xuddi bir qishloqda, dalada shunaqa svejiy hid kelyapti va mana kiparis arizonikalarni hidi yana ham nima deydi, такой ароматный, svejiy. Xuddi yomg'irdan keyin ko'chaga chiqasan, napas olgani. Mana shunaqa hid ifor qilyapti. Bu bahor gullarini Baytqo'rg'ondagi dalalaridan biri va bu yerda bizda har xil turdagi kiparis arizonikalar o'sadi. Ko'rsanglar bo'ladi, mana shunaqa har xil 3 bal formada. Bu yerda piramidalnilar bor va yana boshqa har xil turdagi formalari mavjud. Agar sizlarga kiparis arizonika kerak bo'lsa, albatta bahor gullariga birinchi bo'lib murojaat qilinglar. Chunki bahor gullari sifatga kafolat beradi va narx bo'yicha el yurt qatoridan eng arzon narxlardan biri bahor gullarida bo'ladi. Va bilasizlarmi, 3-chi eng asosiysi bu O'zbekiston iqlimiga adaptatsiyadan o'sgan o'simliklarni bahor gullaridan xarid qilishingiz. Bu men o'ylashim bo'yicha uncha-muncha pitomniklar, bog' markazlar bu narsani sizlarga qilib bera olmaydi. Chunki bahor gullarini O'zbekistonda 100 gektardan oshiq ishlab chiqarish hududlari mavjud.